Xitoy tarafidan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Uyg'ur professor va faoliyatchi Ilhom To'xtining qizi Javhar Ilhom Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'inida Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning riyosatchiligida o'tkazilgan diniy erkinlikni qo'g'dash yig'inida so'z qildi. Xitoyning Sharq Turkistonliklarga qaratilgan vahshiy qilmishlarini dunyoga jarangliq ovoz bilan anglatgan Javhar Ilhom Xitoy islomni davolash kerak bo'lgan bir kasallik deb qaraydi. Uyg'ur bo'lish jinoyat hisoblanadi dedi. U yana mundoq dedi: Xitoyda Uyg'ur bo'lish jinoyatchi bo'lib hisoblanadi. Mening dadam bir ixtisosshunos va bir ziyoli. U hech qachon bo'lgunchilikni qo'llamagan, lekin u hozir turmada. Chunki u e'tiqod erkinligi va e'tiqod huquqi va erkin ibodat qilish huquqi haqida so'z qilishni tanlagan edi. Anqaraning simvoli bo'lgan Ataqulagi Sharqi Turkistondagi vahshiy zulmning ijrochisi bo'lgan Xitoyning bayrog'i esildi va Xitoy Xalq Jumhuriyati qurilganligining 70 yilligini tabriklash uchuri e'lon qilindi. Xitoy Xalq Jumhuriyati qurilganligining 70 yilligi munosabati bilan tayyorlangan Xitoy madaniyat kuni faoliyati Yapikiradi Bomontiadada o'tkazildi. Faoliyatda so'z qilgan Xitoyning Istanbulda turishliq bosh konsuli Suvvi, Turkiya va Xitoy bir-biriga intayin yiroq ikki davlat, lekin ikki davlat xalqining qalbi undaq yiroq emas dedi. Bu vaqtda bayonot e'lon qilgan Sharq Turkiston uchur markazining raisi Abdujalil Qaraqash Anqaraning Xitoyni qo'llaganligiga e'tiroz bildirdi. U mundoq dedi: Xitoy zulmini va Uyg'urlarga qilayotgan inson qalbidan chiqqan jinoyatlarni bilib turib, o'z manfaati uchun sukut qilgan, hatto ularni qo'llayotganlar bor. Xitoy bilan turklarning yaqin bo'lganligi qaysi tarixda ko'rildi? Butunlay aksicha. Biz Sharq Turkistonga kelgan yo'qsul Xitoylarni boqqanligimiz uchun hozir ishg'ol ostida qoldik. Xitoyning yushurin planlarini bilish uchun Sharq Turkistonning yaqinqi tarixiga qarash lozim. Xitoyning maxfiy siyosatlariga qarshi barliq qarindoshlarini sagak bo'lishga va diqqat qilishga chaqiraman. Amerika muavin tashqi ishlar ministri John Sullivan Birlashgan Davlatlar Tashkilotini diniy erkinlik va e'tiqodni cheklashni o'z ichiga olgan kishilik huquq tajovuzchiliklari haqida Xitoyning mas'uliyatini surishtirishga va yaqindan nazorat qilishga chaqiramiz dedi. Sullivan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 74-navbatlik umumiy yig'ini doirasida o'tkazilgan Uyg'ur rayonidagi kishilik huquq krizisi nomli yig'inda so'z qildi. U Amerika xalqaro tashkilotlar va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti organlari ilib borgan tadqiqotlarda 2017-yili 4-oydan buyon 1 milliondan ortiq Uyg'urning lagerlarda tutib turilayotganligi oshkorlanganligini aytdi va bu lagerlardagi o'lim voqealari, majburiy emgak silish, xo'rlash qatorliq inson qalbidan chiqqan jinoyatlar haqida ishonchli faktlarga erishdik dedi. Amerika Avam Palatasining raisi Nancy Pelosi Prezident Donald Trumpning vazifasidan ilib tashlanishi uchun rasmiy harakatga o'tganligini bildirdi. Pelosi Avam Palatasining demokratchi vakillari bilan ko'rishgandan keyin muxbirlarga bayonot e'lon qildi. Pelosi Trumpning Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan iyulda ko'rishganligini va demokratchi Joe Bidenning tekshirilishini talab qilganligini e'tirof qilganligini bildirdi hamda Trumpning harakatlari davlat bexatarligimizga tahdid shakllantirmoqda dedi. Pelosi Trumpning vazifasidan ilib tashlanish uchun rasmiy harakatga o'tganligini bildirdi va Trump qilganlarining hisobini berishi lozim. Hech kim qonundan ustun emas dedi. Turkiya Cumhuriyeti raisi Recep Tayyip Erdoğan Nyu-Yorkda o'tkazilgan 74-navbatlik Birlashgan Davlatlar cho'ng yig'inida so'z qildi. Erdoğan so'zida Isroilning Falastin zaminidagi kengaymichiligini ayblab, İsrailiya insoniyatning barliq qimmat qarashlarini oyoq osti qilmoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti munbirda turib so'rayman. Isroiliya davlatining chegarasi neda? 1948-yildagi chegarami yoki 1967-yildagi chegarami yoki boshqa bir chegarasi bormi? Yana bir tarafdan Iordaniya podshohi 2 Abdullah Iordaniya bilan Misrning rayonda Isroiliya bilan tinchlik ichida o'tayotgan ikki arab davlati ekanligini ta'kidlab, İsrailiyaning Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'idagi ishg'olchiligining Isroiliyaning Misr va Iordaniya bilan bo'lgan munosabatlariga og'ir ta'sir ko'rsatganligini ogohlantirdi.